Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, qadrli kanalimiz obunachilari. Eslatib o'tamiz, bugun 26-aprel chizig'ida aeroport Pulkovodan ushbu videoni sizlarga taqdim etib o'tayapmiz. Bugun mana xudo xolasa Termiz, Sankt-Peterburg yo'nalishi bo'yicha akalarimiz sog' salomat mana kelib olishdilar. Keling endi sizlarning guvohliklaringiz tarzida bugungi holat tafsilotlarida jarayonlarda qisqacha shu akalarimiz o'zlaridan bilib olamiz. Assalomu alaykum akajon, xush kelibsizlar avvalambor. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, yaxshi kelibsiz. Akajon, qani adashmasam yaqinda sizlarni o'zim shu aeroportdan kuzatib qo'yib beraman. Sankt-Peterburg Termiz yo'nalishi bo'yicha Tudabratni bilet oldilaringiz. Qanday mana sog' salomat borib keldilaringiz. Ko'pchilikda qiynaydigan bitta savol bor-da, tamojna kontrolda vaziyat qanday? Nimani so'rashyapti? Qanday vaziyat? Kimlarni olib qo'yapti? Shu haqida bir qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz akajon. Assalomu alaykum barcha musofirlarga. Mana Aviasurxon biz ko'p yildan beri birga ishlaymiz. Yana 5-6 yil bo'ldi. Birga ishlaymiz. Mana Tudabratni bilet olgandim. 8-aprelda uchdim, 26-aprelda qaytib kelyapmiz. Kontrolda hech qanaqangi bugun ko'rmadim hech qanaqangi. Faqat pasport va patent. Pasport, patent. Bo'lsa bo'ldi. Ism familiyalarda ishda ruscha yozilgan переводini agar patent bo'lmasa, перевод so'rayapti. Yoki перевод yo registratsiya. Registratsiya. O'shaning uchun hech qanaqangi problemasi yo'q, muammosi yo'q. Mana kirib keldik, ketdik, hech qanaqangi muammosi yo'q. Aviasurxonga biz ishga omad tilaymiz. Xizmat ko'rsatish turlarimizni tavsiya qilib o'tasizlar, akajon. Xizmat ko'rsatish turlariga hammasiga like. Rahmat. Rahmat akajon. Ishlarga omad. Asli mana sog' salomat kelganlaringiz, dokumentlarni qilib endi asta soqqani qilaverasizlar. Suyazamiz. Yaxshi e'tiboringizlar akajon. Salomat bo'lingizlar. Sizlarga ham rahmat. Jahongir rahmat. Rahmat sizlarga ham. Borlaringizga shukur. Aziz vatandoshlar, tafsilotlarni, jarayonlarni, hodisa va holatlarni ko'rib boraverasizlar. Aviakassa Aviasurxon sizlar uchun hamisha har doim hamma vaqt xizmatda bo'lamiz. Birinchilardan bo'lib aeroportdagi vaziyatlarda, jarayonlarda kuzatib boraverasizlar va har bitta videomizga bir noddan like bosib qo'yishni esdan chiqarmangizlar va kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringizlar. Rahmat yana bir bor sizlarga ham.